İli sultanlıqıda çaqnıgan alim Molla Bilal Nazimi. 19. asr Uyghur tarixidagi eng büyük klassik edebiyat namunalaridan biri bo'lgan G'azaliyat, G'azat der Mulki Chin, Nuzugum ve Jangmoza Yusufxon qatorliq bebaho nadir asarlari orqali yaqinqi zaman Uyghur edebiyat tarixida o'chmas iz qoldirgan ham ayni davrning tarixiy voqealarini bizga aynan yetkazib bergan atoqliq shoir va tarixchi Molla Bilal ili xalqi orasida Bilal Nazimi deb tonilgan. Uning to'liq ismi Molla Bilal ibn Molla Yusuf, ya'ni Molla Yusuf degan kishining o'g'li Molla Bilal bo'lib, u 1822-yili G'ulji shahrining Qozonchi mahallasida mozdozliq hunari bilan tirikchilik qiladigan Molla Yusuf otliq bir Uyg'urning oilasida dunyoga kelgan. Molla Bilal ota-onasidan kichikli yetim qolg'ashqa, hayotining dastlabki 7 yili to'limi qiyinchilik ichida o'tgan. Uning favqulodda zerek va tirishchan ekanligi Baytulloh madrasasining mudarrislarining diqqatini tortgan. Shu vajidan Molla Bilal 1829-yili kuzda, ya'ni Nuzugum chepilishdan 5 oy ilgari Baytulloh madrasasiga o'qishga kirib, madrasadagi yeshi eng kichik talib bo'lib qolgan. U mazkur madrasada to'liq 10 yil ilm tahsil qilgan. U arabcha va farscha tillarni pishiq o'rgangandan keyin bu ikki tilda yozilgan klassik Uyg'ur adabiyoti, Sharq islom adabiyoti va Uyg'ur tarixi qatorliq ilmiy madaniy meroslarimiz bilan kichik turibla puxta tanishgan. Afsuski, u kichigidan yetim bo'lg'ashqa, kitob materialga erishish masalasida va iqtisodiy ahvolida og'ir qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa-mu, biroq u yanada bardoshlik berib tirishib o'qib, 11 yoshida ili xalqi tarafidan Molla Bilal deb atalgan. Molla Bilalning qachon kim bilan to'y qilganligi aniq emas. Biroq shuni jazmlashtira olamizki, u to'y qilib bir qiz, 2 o'g'illik bo'lgan. Cho'ng o'g'ilning ismi Ayub, kichik o'g'ilning ismi Qosim, qizining ismi Oysham ekan. Molla Bilalning navrisi Muhammadjon Bilalning Olmutuda chiqadigan Kommunizm tug'i gazetining 1975-yili 26-iyundagi soniga besilgan Bovam to'g'risida nomli aslimisida mundaq deyilgan. Cho'ng dadam Ayubning Abubakri, Rabiyam, Sharvonam otliq o'g'il qizlari bo'lgan. Cho'ng opamiz Oyshamxonning O'rnisoxon degan birli qizi bo'lgan. Bovamning kichik o'g'li Qosim mening dadam bo'lib, uning Umarjon, G'o'ja Ahmad, Muhammadjon degan o'g'illari, Gulsum, Turaxon degan qizlari bo'lgan. Bizning oiladagi mendan boshqalari G'ulji shahrida vafot bo'lishdi. Shoirning divan holatiga keltirilgan g'azallar to'plami G'azaliyat nomli adabiy asar Molla Bilal Nazimining eng dastlabki yuksak saviyadagi ilmiy ijodiyati bo'lib, uningda shoirning ijodiy faoliyatlarining tub maqsadi va eng asosiy yo'linishi ro'shan aks ettirilgan. Molla Bilalning butun hayoti murakkab, qo'rqinchli va davolg'ib turgan ansiz yillarda jafo mushaqqati o'tgan edi. Garchi 1864-yildan toki 1871-yilgacha bo'lgan 7 yil Molla Bilalning hayotidagi eng ma'nilik va baxtlik yillar bo'lsa-mu, biroq 1871-yili Char-Rossiya ilini ishg'ol qilgandan boshlab toki 1881-yilgacha bo'lgan 10 yil ichida Molla Bilal uyiga bekinib olib ilmiy izlanishlarda bo'lgan. Boshqalar bilan ancha aralashib ketmagan. Chunki bu 10 yilda uning otyo'llik qadinoslari va madadkorlaridan Sodir Palvon, Alaxon Sulton va To'qilak sardorlarning hammasi kayni-kaynidan vafot bo'lgan edi. Shu vajidan bu 10 yilda Molla Bilal 1864-yildan 1867-yilgacha davom qilgan ili Jangjuniga qarshi xalq qo'zg'oloni
1867 yildan 1868 yilgacha davom qilgan Osiy Tungallarni tinchitish kurashi va 1869 yildan 1871 yilgacha bo'lgan 3 yilda İli Sultanlıqının Çar Rusiyaga qarshi har turli urushlarini bayon qilgan yigona va tangdoshsiz tarixiy asri G'azatlar Mulki Chin nomli tarixiy dastonini va Nuzugum nomli tarixiy asrini yezib chiqqan. Nuzugum nomli asrda avtor ayollarning obrazini burunqi ishiq muhabbat, sevgi va nozuklikdan jang, urush va kurash sohasiga yo'tkab, Uyg'urlarning zihniyatida va klassik ilmiy miroslarida yangilik yaratgan edi. 1881 yili Molla Bilal yana Jangmoza Yusufxon nomli yangi asrni yezib chiqqan bo'lib, ayni chog'dagi satiraning yuqori pallasini yaratgan bu asarda avtor qo'shni ellardan kelgan ozg'un xo'jalarning nodon va sodda xalqni qandoq aldab, oxirida qandoq sharmanda bo'lganligini va davlatni qandoq qismat fojialarga duchor qilganligini to'limi qiziqarli va ajibiy shaklda bayon qilib, xalqni jaholat pirlaridan ogoh bo'lishga chaqiriq qilgan. Molla Bilalning rus sharqshunosi ne Pantasov bilan bo'lgan ilmiy hamkorligi bizning alohida diqqatimizni jalb qiladi. Çar Rusiya 1871 yildan 1881 yilgacha ilini 10 yil ishg'ol qilib turgan. Mushu mezgilda Molla Bilal bilan Yetsu general gubernatorining yenidagi g'ulji ishlari bo'limining boshlig'i Pantasov o'tirisidagi munosabat uning ijodiyatiga kuchlik madad bergan va uning nomini jiroq yaqinga to'nitgan. 1876 yili 10 oyda Pantasov G'azatlar Mulki Chinning qo'lyozmasini g'ulji bozorida uchirtib setib olgan. U avtorning texi hayot ekanligini bilgandan keyin shoir bilan uchrashib, uning bilan ilmiy aloqa o'rnatgan. Shuningdan keyin ular bir-biriga yordam berib turgan. Bu chaqda Pantasov Uyg'ur folkloriga doir materiallarni yig'ib yurgan ekan. Bunu bilgan shoir Pantasovga chin ko'nglidan samimiy yordam qilgan. Pantasovmi uning yordamidan so'yinib, o'z yenida elib qilib, bir tarafdan Uyg'ur tilini o'rgansa, yana bir tarafdan uningga Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti ulgilari bo'lgan cho'chak, qo'shoq, maqol tamsil va g'azallarni to'platqizgan. 1881 yili 2 oyda paytaxt Peterburg shahrida imzolangan İli kelishimi natijasida shu yili 3 oydan 1884 yili 3 oygacha bo'lgan 3 yil ichida İli xalqi o'z yurtidan ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Molla Bilal beshiga nima kelsa shuni ko'rish uchun ona yurtidan ayrilmagan edi. Keyingi necha yilda ilini o'rislardan o'tkazib olgan Manju amaldorlarining İli Uyg'urlar ustida elib berayotgan vahshiyona zulmlarni ko'rgandan keyin buningga chidab turolmay noiloj holda Yarkent tavasiga ko'chib chiqishga majbur bo'lgan. Oqibat u Yarkent shahriga ko'chib chiqib, oxirgi umrini texmi jafoli holda o'tkazishga majbur bo'lgan. Qiyin sharoit, yurak azobi va qiyrilik Molla Bilalni tangli hol sirtib, uni 70 yoshga kirganda amo qilib qo'ygan. Baxtga yarasha uni Çar Rusiyalik olim Nikolay Pantasov 1898 yili Yarkent shahrida yana bir qitim ziyorat qilib, uning barliq asarlarini nashr qilish va keyingilarga yetkazish ishida uningga ko'p yordamlarni qilgan. 1900 yili 77 yillik umrini xalqi, vatani va millati uchun qalam va alam bilan tang kurash qilib o'tkazgan İli Sultanlıqının eng oxirgi tirik shohidi va xalqning ma'naviy yo'lboshchisi bo'lgan Molla Bilal ibn Molla Yusuf Yarkent shahrida 78 yoshida vafot bo'lgan. Uning qabrisi hozirmi shu joyda saqlanmoqda. Aradan 90 yil o'tgandan keyin 1991 yili Qozog'iston Cumhuriyati mustaqil bo'lgan. 1993 yili Yarkentda
Molla Bilal Nazimining haykali tiklangan. Haykal o'rnatilgan bog'chining yonidagi maktab va oldidagi ko'chaga uning qutlug' nomi qo'yilgan. 2009-yili Molla Bilal Nazimi nemischa nashr qilingan Dunyo adabiyot qomusiga kirgizilgan. Molla Bilalning Uyg'ur xalqiga qoldirib ketgan ilmiy meroslarining soni ko'p bo'lmasa-mu, ammo hamma asarlari o'zining badiiy yuksakligi, temasining sarxilligi va ilmiy qimmati bilanla tangdoshsiz va bebaho bo'lib qolmay, yana shu davrdagi ili Uyg'urlarning hayoti va mavjudlik kurashlarini lilla maydonda turib bizga aynan yetkazib berganligi bilan bebaho va favqulodda qimmatli edi.